Allohning izni bilan ingliz tili sabab 16 yoshida oyiga $1000 topayotgan o'quvchim bilan bugun ozgina suhbat quramiz. Yunus, ingliz tili sizga birinchi o'rinda nima berdi? Hop, Oygul opa, ingliz tili menga juda ko'p eshiklarni ochdi. Birinchisi bu ma'lumot. Shu ingliz tilida olgan ma'lumotim tufayli shu 16 yoshimdan boshlab ishladim va har xil 15 ta turli bizneslarni rivojlantirdim. Именно SMM bo'yicha va birinchi oyga $1000 16 yoshimda topdim va hattoki chet elga ham mijozim bilan chiqib kelishga ulgurdim. Mashalloh. Xo'p, siz o'sha paytingizda IELTS 7 olgan edingiz. Mhm. Xo'p, IELTS 7 bo'lgani qandaydir yordam berdimi? Umuman IELTS sertifikat nima uchundir yordam berdimi? Hop, IELTSim 7 bo'lgani ochuvchi qilib aytaman. Faqatgina institutga kirishga yordam berdi. Pul topishda bo'ladigan bo'lsa, umumiy ingliz tilini bilganim rol o'ynadi. Ya'ni bu yerda Aynan, nafaqat IELTS odamni o'ziga bo'lgan self confidence, ya'ni o'ziga bo'lgan ishonchi ham katta rol o'ynaydi-da. Odam o'zini shustrayli deydi-yu. Ya'ni конечно. yuqori olaman deb harakat qilgan bilan lekin odam o'zini xarakterini ustida ishlamasa ham bu qandaydir yuqori muvaffaqiyat kaliti bo'ladi degani emas. Xo'p, hozirda nima ish qilyapsiz? Hozirda shu aytganimdagi SMMda har xil bizneslarni rivojlantirib kelyapmiz. Shu Xudoga shukr, hozirgi kunda уже o'zimizning jamoa bor, videograflar, targetolog, montajyor. Shu bolalar bilan hozir har xil turli xil sohadagi bizneslarni Instagram orqali mijoz olib kelishga yordam berib kelyapmiz. Mashalloh. Men Allohga shukr xursandman. Sizday vatanimizda yoshlar bor, chunki shu hali yosh bo'lishiga qaramasdan shuncha muvaffaqiyatga erishgan. Omad tilayman yanada ko'proq. Rahmat ustoz. Sizni ham именно shu уровеньga chiqishga, endi bu уровень deganimda kimgadir zo'r ko'rinishi mumkin, kimgadir unchalik emas. Lekin shu yoshligimdan mana shu ko'p pul topishni o'zim nima deydi, содержать qilishni orzu qilib kelaman. Shunda sizni ham hissangiz katta. Rahmat ustoz. Rahmat.